İmam Abi Yusuf rahmetullahi qazi bo'lgan. Aylajoqdan İmam Azam rahmetullahi qazi bo'lgandan keyin Or Rashid shu İmam Abi Yusuf rahmetullahi qazi qo'ygan o'zining shahriga. Qazi bo'ldi degenden uqqandan boshlab İmam Abi Yusuf rahmetullahi'nin ataları şol balasının uydan tamoq yeb qo'ygan. Qazi bo'lib qoldi. Biranda bir qo'shamat qilib bir seni berib qo'ygan bo'lsa, benim balamning yashovi tapqani aralashib ketdi, shu hali bo'ldi deb qo'rqqanidan yegan emas tomog'ini. Kunlardan bir gün atasının uyunda qamir turush degan non achitqi var. Ilgari achitqi duro chiqib atadi. O'shal achitqi tugab qolgan ekan, ayoline qamir jasavay tur, non jasavay tur. Hadi men falanchi adamning uydan barib olib kelayin qamir turush deb barib ancha jo'l ekan qamir turush olib kelsa, uyda ayoli non javob qo'yibdir. Tandirda non javob atadi. Bu tandirdagi nondan qamir turishini qaydan olib kelding deganda, o'zingning balangning aybisi uchun olib keldim dedi. Bu nonni jebeymiz dedi. Bu nonni sirtqa olib chiqib kedey, qo'lijaq, qo'lda jo'qlarga, ashlarga ber dedi. Biroq berganda ham aytib ber dedi. Bu qamir turishdan, bu nonning qamir turishi qazining uydan deb bergin dedi. Aytib ber dedi. Bola olib chiqib nonni eshikka, shu tilemchi, yanday qursaqda ashlarga, mana bu qazining uydan olib kelgan qamir turishgan, japqan non ekan deb bersa, o'sha ham jebedi. Biz qazining tomog'idan nondan jebeymiz deb. Kelib ichkari kelib aytdi, "Xo'jayin, hech kim jebey qo'ydi, olmay qo'ydi" deganda, "Apardagi buni sol Bag'daddagi daryoga to'kdi" dedi nonni. Aparib nonni daryoga to'kdi. To'kkanda shu İmam Abi Yusuf rahmetullahi'nin atası şu daryoning balig'ini 7 yil jebedi deydi. Qo'qish mening uyimdan, men balam uydan qamir turishiga julibgan nondan shu bola yegan bo'lsa deb taqvolik qilib 7 yil shu daryoning balig'ini jebedi deydi. Ana taqvolik.